odobli qizman. Hech qachon hech kimning pulini yemaganman. Мимо фланжи есть в Турции? Большой, который самый большой. Есть? Флаг. Flag. Понимаете, ты знаешь, что такое флаг? Hozir bormayapsizmi Sabrinani ko'rgan? Yo'q, menga yozishmayapti ham. Kichik bola. Всё xabarim ham yo'q, yozishmayapti ham. Men bor edim, men yo'qdek. Всё. Всё. Yozishmay ham qo'ydi menga nima bo'lyapti, nima yo'q. Savolimga javob ham bergisi kelmayapti. Всё. Yo'q. Bittadan tikilgan. Сколько метров он сделан, что tepadan ko'rinyapti bu. Короче, bitta kompaniya immunitet ko'taradigan har xil batlar, tabletkalar berib yubormoqchi edi. Oxirgi marta shuni gaplashdik. Men aytdim, besplatno reklama ham kerak emas ekan. Просто sizni 1 yil 2 yil podдержка qilishib dorilarni, immunitet ko'taradigan batlarni jo'natmoqchi ekansam, men reklama qilishga toqatim yo'q. Menga hech bola kerak emas. Yo'q, kerak emas dedi. Shundan keyin qaytib gaplashganimiz yo'q. Reklama qilmagan ekan, просто ko'ngildan chiqarib berishyapti ekansam, yo'q dedi, bo'ldi. Uyda ham gapirdim, uyga ham ishonchlari yo'q. Sizga uy podarka qilyapti. Shunaqa Marat aka bilan gaplashtirib qo'y desam, yo'q, indaming. Unaqa rostdanmi deb ishonishmayapti. Mayli, o'zlari biladi dedim. Nomerini tashab qo'yaman. Bilmayman, nima bo'lgan tushunmayapman. Da, shunaqa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'q, sizlar tushunmayapsizlar. Ozod opa больницаga pulni to'lab qo'yib, ularni planlarini buzib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi? Boshqa plan bor edi shekilida u yerda. Boshqa narsa bor edi, boshqa plan bor edi, boshqa передача bor edi. Bitta передача chiqish kerak edi mana kunlarda. Endi chiqmaydi, потому что u передачani men buzib qo'ydim. Menda parcha lavhalari bor u передачani. Onasi yig'lab turgani, Sabrina mushuk silab yotgani, bular передачада xizmat qilishgan yangi yilda u videolar menda bor, parcha videolar. O'sha передачаga atab videolar qilgani kelishganmi? Короче, Ozod opa hech kimga bildirmasdan klinikani to'lab qo'ydi, planlari buzilib ketdi. Baxtiyor rejissyorning planlari buzilib ketdi. Ozdopa ham молодец. Bu aeroportga chiqib ketishayotganda ham Nilufar opa juda ham qattiq izladi, menga telefon qildi. Nimaga trubkasini ko'tarmayapti? Men yo'l kiralariga pul berib yubormoqchiman, rasxotiga pul berib yubormoqchiman. Mana $3000 qo'limda turibdi deb rosa izlashdi, trubkasini umuman ko'tarishmadi. Bechora ertalab chiqib olib aeroportda kutib o'tirdi. Aeroportda kutib o'tirib, menga video vizov qilib, "Mana men aeroportda o'tiribman, trubkasini hech kim ko'tarmayapti" deb aeroportda kutib o'tirib tutib oldi ularni kelganda. O'sha yerda qo'liga $3000 berdi. Keyin bu yoqqa kelganda больницani qayerdaligini so'radi. Men aytdim, shu yerga kelishib to'lab ketishibdi. Ularning plani buzilib qoldi. Tushundinglarmi? Ular qanaqadir передачаga tayyorgarlik ko'rishyapti, yo'q. Da. Elishka. Ну, endi men davolangani kelsam, sal skromniyroq, arzonroq uyalaveraman-da. Sal arzonroq uyalaman, davolangani kelganman-ku. Keyin O'zbekistonda uyim ham yo'q, hech bolam yo'q. Men naborot u pulni uyga ishlatardim, bir narsalarga ishlatardim. Endi koshonada kasal odamga yashash keragi yo'q shekilli menimcha. Shikarniy koshon. Nein, aber bei mir.
Meni vazifam sizlarga ko'rsatish, yordam berish. Meni vazifam tugadi. Birovlar bilmayotgan bo'lsa, Alloh bilsa bo'ldi. Boshqalariga men bir narsani dokazat qilishga toqatim yo'q. Puli o'zini kartasiga to'plandi, o'zini kartasini berdim, bo'ldi. Men nimada bildim, kartasi blok bo'lib qoldi. Luiza Rasulova chiqib, Jasmin dedi, kartasi blok bo'lib qolgan, pullar qaytib kelyapti. Luiza Rasulova juda ham ko'p jon kuydirib aytdi. Jasmin dedi, blok bo'lib qolibdi kartasi, pul tashayapman dedi. Meni podpischiklarim ham tashayapti dedi. Yetib bormayapti pul. Shuni dedi, bir narsa qilib rishat qilib yuboring dedi. Men telefon qilyapman, sutkalab telefon qilyapman. Ko'tarmaydi-da hech kim. Qayta telefon qilyapman, ko'taringlar, pul kerakmi? O'zi sizlarga ko'taringlar. Yo'q, shu bo'yi kartani to'g'rilashmadi. 100 million marta aytdim, bir kun telefon qildim, hech kim ko'tarmadi. Bir kun yozdim, hech kim javob bermadi. Shu bilan karta ham to'g'rilanmadi. Keyin bir ikkita sportsmen bolalar chiqishdi menga, pul to'plab qo'yganmiz, shu pulni berib yubormoqchimiz. Dedi, bir ikki marta aytdim, e'tibor bermadi, pul kerak emas ekan, bo'ldi. Lutchi boshqa ehsonlarga chiqarib yuboringlar dedim, bo'pti dedim. Rossiyaliklar rosa ko'p yozdi. Rossiya karta bo'lsa tashinglar, o'zbek kartaga o'tkiza olmayapmiz katta pulni, Rossiya karta tashinglar dedi. Men Sabrinaga telefon qilib, xohlasangiz men ishlatmaydigan karta bor, o'shani sizga berib ketishim. Onlaynini ham o'zingizga o'tkazib beraman, o'zingiz gaplashasiz deb kartasini tashib bermoqchi edim. Yo'q dedi, kerak emas bizga, o'zimizga tashaversin dedi. Bo'pti, mayli dedim. Endi ishonmadi-da menga. İstanbul'danmısınız? Ha, İstanbul'daman. Я сама... Ну, короче, meni vazifam yordam berish, operatsiya bo'lishini xohlagandim. Endi bizni vrachlarda qildirishmadi. Bizni vrachlarga bormaslik uchun больницаga qochib ketishib, u yoqqa qochib ketishib, telefonni ko'tarmasdan laqatron qilishib, bir narsa qilib qolishdi. Endi главное лишь bizni vrachlarga kelmaslik uchun bizga ishonmadi. Endi mayli. Ming gapirdim, unaqa emas, siz noto'g'ri o'ylayapsiz, siz ham tushunishmadi. Endi o'zlar главное operatsiyadan o'tib oldi, arzon bo'ldi operatsiya, все хорошо. Все прекрасно. Meni vazifam pul to'plab berdim, ommaga olib chiqib berdim. Hammasi go'zallikda operatsiyalar o'tdi, oyoqlari rovna teng, bir-biriga teng. Xudo xolisa endi yotib davolansa oyoqqa turib ketadi. Shu bo'ldi. Bu temani endi yopsak ham bo'laveradi. Qo'lida 40 ming dollar, 40 ming dollar kartasida где-то 38 mingmi, 40 ming общий shaksiz. Qaysidir haromi menga tinmay telefon qilyapti. Bilmayman, shu Telegramdan telefon qilyapti, qaysidir. Ko'tarsam javob bermayapti. Короче, men kartasida puli bor, 38 ming mana shu hammaga ko'rsatdi-yu, ommaga olib chiqdim-u men qancha pul to'planganini. Undan tashqari Ozod opa 3 ming dollar qo'liga bergan, Muniz opa наличный qo'liga bergan. Общий qilindi, короче, hammasi. Qo'lida puli bor, так что переживать qilmanglar. 40 ming dollar, 45 ming dollarcha puli bor qo'lida. Hammasi go'zallikda, hammasi joyida. Operatsiyalarni hammasini Ozod opa to'lab berdi. Biletlarini, hamma yo'g'ini, gostinsalarni mohina qilib berdi. Qolgani endi reabilitatsiya, yashash, ketish, uy-puy rasxodlariga. Shu hammasi joy-joyida, go'zallikda. Toshkentga qachon kelasiz? Toshkentga may oxirlarida naverdi. Bugun manaki Luntikxonni kimliklari chiqdi, Guliniki ham chiqibdi, ertaga borib oladi. Endi hammamiz kimliklarimizni olsak, уже поездкаlarga ketamiz. Почему она так изменила? Наверное, их кто-то... Ну да, вокруг народа много, очень много, слишком много народа. Aba Turkiyada nima bo'ldi? Bilmayman, hech bola bo'lgani yo'q. Men qizimda nima bo'ldi? Qizimda nima bo'ldi? Aktrisa. Bu qizim shunaqa aktrisa, bilasizlarmi?
Maytda endi ko'pchilik-ku hamma bilan yugurib o'ynab yuradi, bu yerda zerikmaydi. Men endi o'zim yakka yashayman. Uyimga chiqsam, o'zini kasalga soladi. Qilib turgisi kelmasdan, a? Da, aktrisa bo'lib oladi deylar. Mana qilib o'zi o'layotganga solib o'zini, men qo'rqib ketib больница yugurib yuribman. Ей просто скучно deydi doktor. Большой привет, Таджикистан, ты вообще большой молодец, тебе Бог дарит. Sabrina nima bo'libdi? Etila. Hammasi yaxshi Sabrinada. Operatsiyadan